Tasavvur qilinglar, shunaqa shinam fayzli xonadon sotib oldinglar. Yakkasaroy yuragi Bobur ko'cha bilan Nukus ko'chani perkroskasida joylashgan JK Hilmer Novstroykasida shundoq balkondan chiqsanglar, sizlarni shunaqa chiroyli vid kutib olgan. Mazaligini qaranglar, bu vidda o'rtoqlar, bu xonadonning plyuslari juda ham ko'p. Maza qilib yashaydigan patologlariga e'tibor beringlar, juda ham baland. Полный теплый pol qilingan ekan. Qishda umuman sovuq yemaysizlar. O'rtoqlar, sanuzullarni razdelniy qilib qo'yilgan. Remontlari oppoq, vannali. Hozir ko'pchilik dushovoyga o'tib ketgan, bar vanna boshqa narsa. Shunday ishdan chiqib kelganingizda maza qilib dam olishga shunaqa mehmonxona. Xohlasangiz kino ko'rasiz, xohlasangiz maza qilib PlayStation o'ynaysiz. Bolalaringiz bo'lsa, agar ikkita bola bemalol yashashiga shunaqa katta plyus. Xonadonimiz yana bitta plyusi bor. Skvoznoy, mana shu vidni ko'rsanglar bo'ladi. Shunda mana shu Bobur ko'chasi to'g'ri aeroportga chiqib ketiladi. Skvoznoy kvartira oz topish juda ham qiyin. Remontlari yangi, hali hech kim yashamagan. Bu xonadonimiz 3 xona 8-etaj, 82 kvadrat. Mana ikkita balkonni ko'rdinglar, 10 kvadrat chiqargan, kadastrga qo'shilmagan. Hozir eng katta kerakli bo'lgan narsa bu oshxona. Ko'pchilik onaxonlarga, ayollarimizga yoqadigan keng oshxona. Ovqatlanishga o'zining zonasi bor. Ovqat tayyorlashga juda ham katta zonalar qilingan. Xonadonimiz yoqqan bo'lsa, pastda qoldirilgan nomerlarga murojaat qilsanglar, to'liq informatsiya beramiz. Narxlari kelishiladi, kelsanglar gaplashamiz.